Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi uchun Qatar mundiali yakunlandi. Vakillarimiz 1-8 finalda Italiyaga 2-3 hisobda yutqazib qo'ydi. 19-daqiqada Thomas Campanello italiyaliklarni hisobga oldinga olib chiqdi. 56-daqiqada Amirxon Murodov burchak zarbasidan so'ng muvozanatni tikladi. 68-daqiqada yana o'sha Campanello jamoasining ikkinchi golini urgan bo'lsa, 69-daqiqada Dauda Idrissa 3-golga mualliflik qildi. Zaxiradan maydonga tushgan hujumchimiz Asilbek Aliyev 89-daqiqada raqibiga tirsagi bilan zarba bergani uchun to'g'ridan-to'g'ri qizil kartochka oldi. 90+4-daqiqada esa Azizbek Erinbetov yakuniy golni kiritdi. 2-3. Ushbu o'yinda hamyurtlarimiz Italiya terma jamoasiga munosib qarshilik ko'rsatdi. Qatarda o'tkazilayotgan o'smirlar 17 jahon chempionati nimchorak finaldan o'rin olgan Italiya va O'zbekiston o'rtasidagi o'yindan keyin Islom Ismoilov Asilbek Aliyev bilan bo'lgan vaziyat haqida gapirib o'tdi. Futbolda bo'ladigan holat, Aliyev bilan bo'lgan voqeani ko'pchilik tanqid qilmoqda. Biz birinchi navbatda vatan sha'ni uchun o'ynayapmiz. Tanqid qiladiganlar ham bilsinki, biz bu yerda o'zbek xalqining g'ururi, or-nomusi uchun maydondamiz. Bunday holatlarda xato qilish mumkin emas. Sarsimbayev bilan bo'lgan vaziyatni futbolchilarga misol qilib ko'rsatganmiz. 1000 marta takrorlaganmiz. Har qanday holatda ham emotsiyani nazorat qilishimiz kerak deb qayta-qayta aytganmiz. Sariq va qizil kartochkalarimiz o'zi ko'p deb tushuntirganmiz. Yigitlar esa osonlikcha provokatsiyaga uchishdi. Mening jahlim chiqqaniga sabab biz bu narsani 100 marta emas, 1000 marta tushuntirgandik. Shu narsalarni eshitib turib ham yana shu ishni qildi. Asilbekka kerakli tanbehni berdim. Bu uning faoliyati uchun foydali bo'ladi. Bunaqa holatda futbolchi jamoasini qiyin holatga solib qo'yishi mumkin. Yechinish xonasiga kirganimizdan keyin men Aliyevga bir og'iz ham gapirmadim. Qo'llab-quvvatlamadim. O'sha holatda o'zim uchun to'g'ri ish qildim deb o'ylayman. Bu yigitlar yosh bola emas, ular professional futbolga qadam qo'yyapti. 17 yoshli yigitni aqli joyida bo'ladi. Shu vaziyatda ogohlantirishlarga qaramay, bizni gapimizga qarshi ish qilgani uchun tanbeh berdim. Asilbek bilan hammasi yaxshi, uni ruhini ko'tarib qo'ydik. Bu normal holat. Vahima qiladigan narsa yo'q. Hech kimdan xafa emas, dedi Islom Ismoilov. Fransiyaning PSG klubi Atletico Madrid futbolchisi Julian Alvaresni sotib olishi mumkin. Xabarlarga ko'ra, parijliklar argentinalik futbolchining o'yinlarini sinchkovlik bilan kuzatib bormoqda. Uning o'yini Luis Enriquening taktikasiga mos keladi deb hisoblanyapti. Futbolchini PSG bosh murabbiyining shaxsan o'zi jamoada ko'rishni istayapti. Manba ma'lumotlariga ko'ra, 25 yoshli futbolchini matraschilar 120 million yevroga sotib yuborishga tayyor. Transfermarkt portali futbolchini 100 million yevroga baholamoqda. Ma'lumot uchun, Alvares joriy mavsumda umumiy 15 ta o'yinda maydonga tushib, 9 ta gol urib, 4 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Shu yilning 13-may sanasida Andijon futbol jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlangan Maksim Shaskixning shartnoma muddati joriy yilning 31-dekabr sanasigacha mo'ljallangan edi. Ammo klub rahbariyati murabbiy bilan o'zaro kelishuvga asosan shartnomani bekor qildi. Bu haqda klub Telegram kanali xabar berdi. Biz Maksim Aleksandrovichga jamoamizdagi 6 oylik faoliyati davomidagi mehnati uchun minnatdorchilik bildiramiz. Shaskix Andijon ustozi sifatida qo'ldan kelgan barcha ishni amalga oshirish harakatida bo'ldi va klub rivoji yo'lida mehnatini ayamadi. Shaskix Andijon bosh murabbiyi sifatida barcha musobaqalarda jami 24 ta o'yin o'tkazildi. Shundan 5 ta g'alaba, 9 ta durang va 10 ta mag'lubiyat qayd etildi. Qolaversa, Osiyo Chempionlar Ligasi 2 da uning boshchiligida qayd etilgan natijalar ham e'tiborga molik. Boisi Andijon 4 ta o'yinda o'z darvozasi daxlsizligini saqlay oldi. Mag'lubiyatsiz seriya qayd etdi. Jamoamizni boshqarish vaqtinchalik Akmal Shorahmedov zimmasiga yuklatildi, deyiladi klub xabarida.
Qarshining Nasaf jamoasi Dinamo yetakchisiga da'vogarlik qilmoqda. Bu haqda Chempionat Aziya bosh muharriri Narzulla Saydullayev xabar berdi. Dinamo yetakchisi Anvar Hojimurzayevga Nasaf jiddiy qiziqish bildirgan. Futbolchining Samarqand klubi bilan shartnomasi yakuniga yetmoqda, deyiladi xabarda. 31 yoshli hujumchi joriy mavsum 30 uchrashuvda ishtirok etib, 10 ta gol urdi va 6 ta golga assist qildi. Saudiya Arabistonining Al-Hilol klubi 26 yoshli urugvaylik hujumchi Darwin Nunesni sotib olganini e'lon qildi. Tomonlar 2028-yilgacha mo'ljallangan shartnoma imzoladi. Ommaviy axborot vositalarining ma'lumotiga ko'ra, Liverpool Nunes uchun bonuslar bilan birga 65 million yevro oladi. Ma'lumot o'rnida o'tgan mavsum Angliya Premyer Ligasi doirasida Darwin 30 o'yinda maydonga tushib, 5 gol va 2 assist qayd etgan. 2026-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishga tayyorgarlik ko'rayotgan O'zbekiston milliy terma jamoasi joriy mavsumning o'zida 2 ta xalqaro turnirda g'olib chiqdi. Dastlab futbolchilarimiz avvalgi bosh murabbiy Timur Kapadze qo'l ostida avgust-sentyabr oylari davomida o'tkazilgan Kafa Nation Cup 2025 turnirida g'olib chiqqan edi. Noyabr oyidagi xalqaro turnirda mamlakatimiz bosh jamoasi Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lajak jahon chempionatining 4 ishtirokchisi O'zbekiston, Eron, Misr va Cabo Verde terma jamoalari o'rtasidagi Al-Ayn Cup musobaqasida zafar quchdi. Bu turnirda O'zbekiston milliy terma jamoasi italiyalik mutaxassis Fabio Cannavaro murabbiyligi ostida o'ynadi. Musobaqa futbolchilarimizga ham, bosh murabbiy uchun ham o'ziga yarasha sinov vazifasini o'tab berdi. Ayniqsa O'zbekistonning mashhur yulduz Muhammad Saloh yetakchiligidagi Misr terma jamoasini 2-0 hisobida mag'lub etgani muxlislarga manzur bo'ldi. Bu uchrashuvda 2 ta to'p kiritgan Oston O'rinovga bir nechta klublar, xususan Italiyaning Juventus jamoasi qiziqish bildira boshlagani va Fabio Cannavarodan o'yinchi haqida ma'lumot so'ragani haqida ma'lumotlar e'lon qilingan edi. Finalda raqib Eron bilan o'yin ham doimgidek murosasiz bo'ldi. Eronliklar Kafa Nation Cup 2025 finaldagi mag'lubiyati uchun hisob-kitob qilishga urindi. Ularga Abduqodir Husanovning maydondan chetlatilib 20 daqiqadan ko'proq bir kishi ko'p bo'lib o'ynagani ham yordam bermadi. Uchrashuvda hisob ochilmagach, g'olib penaltilardan aniqlandi va bu borada terma jamoamiz raqibdan ustun keldi. Al-Ayn Cup turniri finaldan keyin O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori va to'p urari Eldor Shomurodov o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Bu gal o'tgan uchrashuvlarga qaraganda yaxshiroq taassurot qoldirdik. Birinchi bo'limda bir necha imkoniyatlar bo'ldi. O'yinning ikkinchi yarmida bir kishi kam bo'lib o'ynashimizga to'g'ri keldi, dedi Eldor. Shuningdek, terma jamoamiz sardori yangi bosh murabbiy Fabio Cannavaroning ish uslubi va jamoaga ta'siri haqida ham gapirdi. Terma jamoamizdagi o'zgarishlar aniq ko'rinib turibdi. Jamoa o'yini bosqichma-bosqich o'sib boryapti, dedi Eldor Shomurodov.